Qanday go'zal bu olam. O'zimam yomon chiroyli bo'lib ketyapman-da bolalar. Hop, ko'chaga chiqib, oy nurida jicha energiya olsammikin? Ha. Bolalar, quyoshga tushish uchun kechasi tushish kerak. Nima zombilarmi? Yo'q, yo'q. Iltimos berkin. Allohlar eshigidan kira olmaydi. Vahaha. Ayni sindirishadi. yo'q Bola, eshak. iltimos. Demaylar, Seni qilma. ushladichmi? Tuzda bola chaqalarim, xotinim Yaradaman, bor. yaradaysan. Iltimos demaylar menga. Bizlar bilan prank Bu qilyapti. villagerlar ekan. Bu yoqqa kelishdi eshaklar. Sizlar menga prank Yo'q, qilayotgan bo'lib qoldingmi? iltimos Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Qochma. Bu yoqqa kel dedim, ey. Voyga qarab. Bu i a uchib ketdi oyga qarab jidel. Bolalar, mayli, ahamiyat bermaymiz. Kreativi bor ekanda. Men hech ham kutmagandim bunaqa prank qila olishini bu tupoy jitellar, burni katta jitellar. Mayli, ular bilan ertaga o'zim gaplashib olaman, dushina qo'yganlari bilan. Do'stlar, videoni boshladik. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar aytgancha. Hop, uyga kirib hozircha dam olsam, ertaga ujda boshlaymiz. Kerak emas bu oyna. Oynani yasab qo'yamiz, qurolni yasab qo'yamiz. Ertaga gaplashamiz jitellar bilan. Yaramaslar. Ayni deyapsizlar ketishdi. Ayni butun bo'lib qolibdimi? Tak, kompyuterga ham joylashtirib qo'ydim. Menimcha hamma narsa уже bo'ldi. Endi sekin yotib svetni o'chiramiz dedi. Endi sekin yotib takoy uxlasak bo'laveradi. Ertaga juda ham og'ir kun. Barchaga xayr. Вот. Yorg'am tushibdi. Bolalar, assalom. To'xtab turinglar. Men yuzimni yuvganim yo'q. Bitta cho'milib olayda. Bitta yuzim. Yuzimni yuvaman deb vashit cho'milib yubordim. Bolalar, hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Night. Va bugun nima qilsak ekan? Просто огородlarni bir to'g'rilab qo'ysak, qo'ygandan keyin yana nimadir bo'ladi-da. Endi doimiy qiladigan ishimiz. Chiqamiz, огородni o'ramiz, kunimiz o'tadi, kiramiz, uxlaymiz. Har kun shu ahvol. Har kun bir xil ish, огород. Merga olib beramiz. Keyingi videoda ham shunaqa bo'ladi. Bundan oldingi videoda ham shunaqa bo'lgandi. Va bir 5-6 jitel nima uryapti mani? Jitel, nima uryapsan mani? Bugun kechga bolalar bilan iftorlik qilyaptik. Kelasanmi o'sha yerga? Iftorlik yana kim kelar ekan? Mushtariy kelar ekan, mushtariy. U borsa mayli, boraman. Qaysi 10 jitelda uyga borish kerak, Jamolni uyiga? O'shanikka boraverasan sekin, ahmoq. O'zingsan ahmoq. Hali kecha qilgan ishlaringiz esimda turibdi. Bor yo'qol, огородingni qarasan. Okey, bolalar. E'tibor bermaymiz. Hozir shularni o'rib qo'ysak, mana bu kartoshkani o'ramiz. Tak, kartoshkalarni olib tashlasak. Bu tarafda sabzimikin kartoshkani qaytib eksak, oxirroqda ko'ramiz birato'la. Tak, bularni olamiz, buni ham olamiz, buni ham bolalar, endi огородni sal boshqacha redstone'li qilmoqchiman. Ya'ni agar narsa pishib qoladigan bo'lsa, observatorlar qo'ysa, o'zidan o'zi suv quyib, pastga yuvib, urug'larni to'plab qo'yadigan. Shunaqa qilsa bo'lar ekan, kecha YouTube'da ko'rgandim. Tak bolalar, огородda ishimiz tugadi. Endi bularni borib sandiqqa joylab qo'ysak bo'ldi. Anladi, bugun kechga iftorlikka borish kerak. Bolalar, e'tibor qilmanglar, bu video o'sha ro'za paytlarida olingan edi, shunga iftorlik deyapman. Svetni o'chirib qo'yay, endi ozgina kompyuterda ishlarim bor edi, o'shani qilib olsam, tak boshladik unda. Kontra o'ynadim. Svetni o'chirib qo'yay, hozir iftorlikka borishim kerak, kechki bazmga. Oyshoxonam. Mushtariy ham o'tiribdi. Mayli, ketdi jitillarni oldiga. Biz ham bir ikkita gaplarim bor jitillarga aytadigan. Jitillar, nimaga boshlab yuboribsizlar? Mani bir do'stni bir kutib turish degan narsa yo'q ekan sizlarda. Nimaga kutib turmadinglar? Sen itga ham kerak emassan, chunki. Itga kerak bo'lmasam, har holda sizlarga kerakdirman. Yo'q, kerak emassan, eshak. Tez ko'p gapirmasdan xot-dog de. Okey, bolalar, mana bitta xot-dog, mana bu pechenyelar, bu yoq tarafda tort, suv, kola yaxshi. Juda ko'p yevordim o'zi ham. Mana bu pechenyelar ham yaxshi qorinni shirib yuborar ekan. Bolalar aytgancha eshitdinglarmi? O'rmon tarafda manyak yuribdi ekan. Manyakni yana bilmayman. Nima, bizlardan qo'rqitmoqchi bo'lyapsan? Qanaqa manyak? Yosh bola bo'lmagan. Rostdan o'z ko'zim bilan ko'rdim, kecha uyimdan o'tib ketdi. Yana o'zinglar bilasizlar o'rmonda nimalar borligini. Bilmayman. Balkim rostdan bordir manyak yoki yo'qdir, bilmadim. Mayli, men kolani olib olay, ketdim bolalar. Aldama. Bilmayman. Bolalar, shu bir og'iz kola so'radi, olib keldim deb turib uyimga kola olib kelyapman. Tak bolalar, biz hozir jitillarga уже prank qilamiz. Menda уже normal kiyimlar va resurslar bor. Like bosinglar deb doroshkamga yozib qo'yganman. Bolalar, shuning uchun like bosib qo'yinglar, srojnoga. Hop, jitillarni u yerda o'tiribdi. Men hozir ustimga kiyimlarimni va bir ikkita resurslarimni olaman. Shunaqa qilib kiyim olamiz.
Tak hozir mana chet elda ko'rmaslik kerak-da birovlar. Tak man ko'lan xolodilnigiga e e? Ya man qaranglar ko'lan xolodilnigiga solsa bo'lmas ekan. Shuni xolodilnikni ochsam ichidan olamaga chiqib kelsa, vah qo'y. Nida, soling solinarki, xohlasang soling, aytiraversang yerda bo'lmasa, ichiga solib qo'yamiz, вообще farqi yo'q. Tak bolalar qaranglar, menda mana bu kiyimlar va bittagina qurol va arra va jetpack bor. Nu nu biz bu kiyimlar bilan manyakka emas, bir o't uruvchi odamga o'xshab qolyapmiz. Qo'limda matapiyda arra ham bor, arralab tashlayman. Tak, svet o'chirdik. Man nimagadir manyakka o'xshamayapman-da bolalar. Qandaydirki bir anaqa manyak 144p, manyak uzun market deb yozib qoldiringlar kommentariyaga. Yoki bir davongacha baholab qo'yasizlarmi, buni ham bilmadim. Nida, mana bu skinda uje ancha qo'rqinchli ko'rinar ekanmiz. O'zimni basharam qo'rqinchli ekan, qaranglar. Kiyimlarimni yechib qo'ysam, o'zim qo'rqinchliroq turibman. Narigi kiyimlarga qaraganda. Tak bolalar, biz uje sal ujisroq holatga keldik. Endi qo'limizga mana bu arrani olib turib, bolalarni qidiramiz. Mana bu jitellarni qidiramiz. Jitellarga biz ham prank qilishni ko'rsaman hali jitellarga. Ana yerda o'tirishibdimi yo ketishibdi. Sekingina ko'chaga chiqamiz va bizda endi ucha olish qobiliyati bor. Chunki bolalar biz orqamizda jetpack bor, uje jetpack bilan osmonlarga uchsak bo'ladi, osmonlarga. Yaxshi. Uje ancha qizishib ketdik, sekingina yerga tushib olganimiz ma'qul. Chunki jitellar hozir mana shu uyni tomiga sekin tushishim kerak. Ana balandda u. Tez tushsam ovoz baland bo'lib bilib qolishadi. Tak, qayoqda ekan endi bu jitellar? Bolalar mana qasoskorlardek haligi chumol odamga o'xshab qoldimi? Balkim katta bo'lsam qasoskor bo'lardim, Avengers. Aytgancha, qasoskorlarning 5-qismini kutayotganlar bormi? Doomsday'da. Agar shunaqa bo'lsa, qasoskorlar haqida ham bir kino chiqarib yuborarmidik. Mana bu uyda birorta jitel borga o'xshayapti. Tak bolalar, biz mana shu uyga уже kiramiz. Ana bu taraflarda bo'lsa kerak. Xo'sh. Men rolga kirib olay. Rolga kirdim. Tak, g'in. Arramiz o'chiq ekan, ovozda o'zimiz chiqaramiz. Mana bu sonida svet yoniq ekan. Qara ketdik, zo'r bo'ladi hozir. Ko'ringlar bolalar. G'in. Bro, iltimos menga tegmang. Mani bolalarim bor. Iltimos o'ldirib ber. Men sani ajalimman. Prank. Men bolalar prank qilaman deb o'ldirib qo'ydimmi? Mayli, endi ko'chaga chiqib aylanaylikchi, boshqa jitellarni topish kerak. Tavba, bolam bor dedim. Hali 16 ga ham to'lmagan bolacha bo'lsa. Tak bolalar, nimagadir boshqa jitellarni topa olmayapman. Ana u yerda bitta bor ekan. Tak, hozir uni ham tushimizda, unga ham yomon prank qilamiz. Mana shu tarafga unga o'tib ketdi. Kim bu nimasi? Kimdir meni kavlab qo'ydimi? To'xtanglar. Yoki rostdan ham qishloqda manyak bormikan? Manyak bo'lsa, bu qanday joy? Bu kim qilgan bo'lishi mumkin? Hamma jitellar qo'shni qishloqqa ketishgan axir. Tepa berkilib qoldi. Nima, qishloqda rostdan ham manyak bormi? Yo'q.